Hammaga salom obunachilar. Xo'sh, bugun biz o'zi kreativdamiz ertalabdan. Xo'sh, qishlog'imizni, ya'ni o'zi biz asfalt qilamiz qishlog'imizni. Mana bunaqa asfalt qilamiz o'zi qishlog'imizni biza. Xo'sh. Mana qishloqni asfalt qilish kerak. Mer aytgan bo'lsa, birinchi navbatda yerdan yo'q, g'ishli qilamiz, chiroyli qilamiz. Nima kerak nima qilish? Xunuk qilish. Merni 1 yalam pulni oldim men, qishloqdagi merni, ya'ni men mana shuni asfalt qilaman deb oldim-da pulni. Men undan 5 stak izmirut oldim-da. 5 stak izmirut oldim men undan. Qishlog'imiz yaxshi-ku dedi. Yo'q dedim. Yomg'ir yog'sa loy bo'ladi dedim. O't bo'lmaydi dedim. Yurib bo'lmaydi dedim. Keyin undan 5 stak izmirutni oldim. Kreativ qilsang menga 10 stak qilib berasan dedi. O'zim bilaman dedim. Çünkü o'zi kreativ menga kelsa tamom o'zi keyin bo'ldi. Mani hisobimga yetadi. Hammasi keyin mani hisobimga yetgandan keyin bo'ldi. O'zim bilaman, men ish qilaveraman. Mana farqi yo'q. Bir tiyin ham bermayman meri. Bir mani qishloq emas-ku, qishloqlarning ham qishlog'i. Men ulardan pulni oladi. 7 stak qilib oladi men. Pulni 1 yalam shiydan qilib oladi pulni. Zina qo'yish kerak emas. Asfalt qilamiz axir. Asfalt emas, naq g'ish beton qilamiz, g'ish beton qilamiz. Chiroyligini ko'rasizlar ko'zlaringizdan. G'ishtimiz juda ham zo'r bizni. Xo'sh, mana. Deqsak, mana berlanib qo'yamiz. O'zimni uyimni o'ldirayam qilishim kerak asfalt. Yer so'kadi qishloqlar. Nima kerak edi asfalt qilish? Bu deb qishloqlar garang qilib yuboradi odamni. Keyin mer so'kadi meni tarang qilib. Ko'rdingmi? Hech kim nima qilmaydi. Bu deydi. Tamam, pizdez ekan. Nima kerak edi shu asfalt qilish deb boshini qotirib o'tiradi qishloqlar. Merni boshini qotiradi, men boshimni qotiradi. Ko'rdingmi, endi menga pul bermading, bu deb siqiladi. Endi bir merda pul bor-da. Qishloqda hech kimda pul yo'q, merda bor-da rostdan desam. Merga keladigan pullar qishloqda qariya odam ham yo'q. Qariya odam esa pensiyasini olamiz. Men oladi. O'sha qariya odam yo'qligi uchun merda unchalik ko'p pul yo'q. Isqirt o'sha uchun merimiz bizni. Endi isqirt demayligan xasisda ish qilib. Xasis boy degani ya'ni. Xasis. Qishloqimiz pul bor ekan. Aytgancha do'stlar, obunachilar, mana bu mening nimalarim bor-ku, men mana shu video chiqarib yurayman faqat. Mana shu kanalimga obuna bo'linglar. Har kuni video chiqaraman, har kuni 2 ta 3 ta video chiqaraman. Obuna bo'linglar menga. Nima qilaman-da? Ko'pgina videolar va ajoyib lifehacklarni men chiqaraveraman. Bundan xabardor bo'lishlaringiz uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar va albatta nima qilib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Mendan agar nima kelsa, video kelsa, sizlar bilasizlar. Shuning uchun obuna bo'linglar-da tez. Agar ana bu videoga 50 ta obunachi kelsa, men aniq ikkinchi qismini chiqaraman. Aniq chiqaraman, 100% chiqaraman uni ikkinchi qismini. Boshlab qozmasdan ketamiz, chunki qozgandan keyin bir ko'p pul qimmat bo'lgan, ya'ni nimada, miloyimda bu yer. O'shanga nima qilmaymiz bu yerni.
quduqqa yiqilib ketadi ko'bisi. Bizga farq qilmaydi. Quduqqa yiqiladimi, yiqilmaydimi? Bu ne ishi-ku? Bizning ishimiz emas. Biz asfalt edi, asfalt qilib beramiz-da, farq qilmaydi bizga endi. Bizga ayb emas bu. Asfaltni nima qilish? Tushib biladi lekin. Mana uyni oldiga kirishgan yo'l qilib qo'ya, shunga men xit qiladi keyin. Tirzam yo'qmi deydi, yo'qmagan shunaqa tirzasin. To'ldirib kelamiz. Mana shu yergacha bo'ldi. Mana ajoyib do'stlar. Qumlarni qarang. Mana shu qumlarni ham aytib sotishim kerak biron kishiga-da, hech kim olmaydimi? Oladiganlar bo'lsa kommentga yozib bildirib ketinglar. Qum bor bizada. Tekin ham siz bermoqchi edim, yo'q-da. Mer so'gadi. Merimiz bilasizlar esqatdi. O'shaning uchun ham nima qilingan? Mana üsküllüden. Cennet kör böldün-mi? Uzur mer. Mera suga çurur değil lanatı. Uzur. Kör bölmasa kime kör bölsen. Bizimki sikasan yıkalı birden. Suga diyen kullanmadan. Lokum boyun. Üzün körse. Gılay. Üzün gılay. Kodlu oladı. Aftan qaranglar, kechasiga ham yuraydi. Ahmoqda kechasiga yuraydi do'stlar. Ahmoq odam yuraydi kechasiga. Qishloqlar taxlagan taxta yaxshimi, meniki yaxshimi? Aytinglar o'zlaringiz. Chiroyli qilyapman ko'zim, mana qaranglar. Yopib tashlayman menga, nima yopib tashlayveraman. Chunki asfalt bo'ladi bu yer. Mana to'la. Tayyor o'tib chiqib yuraverasizlar mana. Ajoyib asfalt bo'lyapti. Mana bu yerlarni ham qilamiz. Nimaga bani qilmading bu deb qishloqlar odamni garang qilishni boshlaydi keyin. Bo'lmasa nimaga kreativni olding, qila olmasang, nimaga unaqa qilding, bu deb odamni xit qiladi. O'shaning uchun ham bularni ham asfaltini qilishimiz kerak. Xohlasangizlar mana shu qishloqni ham men shahar qilaman. Obuna bo'lganlaringizdan keyin. Men bu Minecraftni shahar qilgan edim. Boshiga xuddi ana shu qishloqni men shaharga aylantirgan edim. Keyin nimamni o'chirib tashladim Minecraftni. Bu Minecraftni o'chirib tashladim. Va boshqa Minecraftni oldim. Keyin nima bo'ldi? Mana bu taraf qilingan. Qani yana qilinmagan joylarini ko'ramiz. Qani qilingan. Mana bu taraf qilinmagan. Mana shu yerdan boshlaymiz. Qilinmagan joyni. Qani tezroq tush. Xo'p. Bir kunga bo'lsak, biz tezkor bo'lamiz. Mana tunda ham ish qilish yomon ekan. Xuddi bir Rossiyada yurgandaysan. Bitta yursang Rossiyada yurganday bo'lasan. Kechasiga xuddi majburlab ishlatayotganday.
majburlab ishlatmaydi, lekin yotsam ko'p bo'lib yotib bilaman. Yo'da endi уже bir kunda berish kerak-da asfaltni ham bir martaga. Keyin uyimni ham bir ta'mirlashim kerak. O'zi kambag'al edim aslida. Mana kreativni o'zimni nima bo'ldimda keyin bo'ylashib ketaman. Bo'ylashib ketdim. Shunagam o'zi avvalroq o'zingni bitta tushirsan yo'qol. Men bu kunda 4 ta 5 ta video ham chiqaraman do'stlar. Menga motivatsiya bersangizlar, agar obuna bo'lsangizlar, men ko'proq video chiqaraman. Chiqargan videomdan mamnun bo'lsalaringizlar, agar churroq g'isht bilan yomon urdim, soldimda. G'isht bilan soldim. Mana bu yerda beton urasiz, shitir urasiz. Beton. Shitirlatib uramiz. Betonni ham uramiz. Shitirlatib uramiz. Betonni ham uramiz. Asosiy mana bu yer. Bu yerdan prezidentlar keladi. Buncha prezident keladi, ya'ni mana shu yo'laydan o'tib keladi prezidentmi, hokimmi, kim bo'lsa ham mana shu yerdan keladi. Keyin boshqa joylarga o'tib ketadi. Agar mana bu yer qolardi, yer meni go'shtim yeydi. Mana prezident kelish uchun tayyorgina joy. Xo'p, mana hamma joy qilindi endi, taxtalik joylar endi kerak emas. Mana o'tolar asfaltimiz juda ham zo'r. Keyingi videoda, ya'ni ikkinchi qismda, asfalt quramiz ikkinchi qismida buni bu yerda biz juda ham ko'p dekorativniy ishlarni qilamiz do'stlar. To ungacha sog' bo'ling, omon bo'ling demoqchi edim. Haqiqatan ham sog' bo'lib, omon bo'ling. Sog' bo'lib, omon bo'linglar do'stlar. Hammaga xayr.